homilador bo'lib qolishi mumkin. O'zi petting nima? Yosh yigit qizlar yoki yosh turmush qurgan erkak ayol homiladorlikni rejalashtirayotgan, saqlanayotgan bo'lsa yoki jinsiy aloqasiz ayolini qondirmoqchi bo'lsa, jinsiy aloqasiz ayolga bo'lgan muhabbatini bildirmoqchi bo'lsa, bu erkalash, silash, o'pish orqali bildirmoqchi bo'lsa, bu petting deyiladi. Pet degani erkalash, silash, o'pish, muhabbatni bildirish. Bu narsa xavfli emas. Bu jinsiy aloqadan saqlangan, jinsiy aloqasiz lazzatni yetkazish yo'li bir hisoblanadi. Bu narsada kasallik yuqib qolish ehtimoli bor agar partnyorlar o'zgarsa. Partnyor o'zgarmasa kasallik yuqib qolmaydi. Lekin degan joy bor, homilador bo'lib qolishi mumkin. Nimaga desangiz, erkak kishini jinsiy holati qo'zg'algan vaqtda uchidan shilliq chiqadi, bu smaska deyiladi va uning ichida spermatozoidlar aniqlangan. Bu shilliq ko'proq miqdorda ayol kishini, qiz bolani qiniga tushib qolsa, homilador qilib qo'yishi mumkin.